Biza yoshlikdan birga katta bo'lgan o'rtog'imiz, to'g'rimi? Mani gaplarimni ko'nglingga olmaysan, to'g'rimi? Hop. Bitta gap aytaman, faqat meni noto'g'ri tushunma. Sani hozir sharoiting bor. Adangga mashina olib bera olasan. Menda hali bunaqa sharoit yo'q. Lekin bundan xafa emasman. To'g'risi xafa emasman. Lekin bitta narsadan qo'rqaman. Adamlar ishlarida men ham shunaqa o'g'il tarbiya qila oladimmi deb siqilishlardan qo'rqaman. Onam boshqa bolalarga qarab o'g'lim ulardan qolib ketyapti deb o'ylashlaridan qo'rqaman. Ayolim ham qachon men ham shunaqa sharoitda yasharkinman deb menga indamasdan yashashdan qo'rqaman. Men harakat qilyapman, o'rtoq. To'g'risi. Lekin boy bo'lish uchun emas. Uyimda kamchilik bo'lmasligi uchun, otam boshlarini baland ko'tarib yurishlari uchun. Bitta iltimos qilsam maylimi? Shu quvonchingni uyingni ichida qilsang ham bo'ladi-yu, to'g'rimi? Men seni ko'rmayotganimdan emas bu gaplarim. Seni yaxshi ko'raman. Seni yutuqlaringdan xursand bo'laman, lekin qanchadan qancha o'g'il farzandlar bu narsaga erisha olmayapti. Sen erishayotgan narsalar orzu bo'lgan qanchadan qancha qo'ni-qo'shnilarimiz bor. Ularning ota-onasi senga taqqoslashidan qo'rqaman. Shu mashinani baqir-chaqir qilmasdan, ashulalar qo'ymasdan, salutlar otmasdan uying ichiga olib kirib adanglarga quchoqlab bersang ham adang xuddi shunaqa xursand bo'ladilar. Otang uchun eng katta sovg'a bu mashina emas, sendek o'g'illari borligi. Men ham otam uchun xuddi shunaqa o'g'ilman. Faqat men hali sen erishgan narsalarga erishganimcha yo'q. Noto'g'ri tushunmading-a? Boshqalarning yuragi siqilib qolmasin deyman. Tabriklayman. Hop, rahmat. Amakimni tabriklab qo'y. Senga nasib qilsin shunaqa o'rtoq. Ilohim. Chiqqan. Shunchalik o'zgardikmi? Baxtni yashashdan ko'ra uni ko'rsatishga ko'proq vaqt ajratadigan bo'lib qoldik. Bir paytlar yangi kiyimni ham birinchi bo'lib oynaga emas, ota-onaga ko'rsatardik. Hozir esa har bir narsani avval kamera ko'radi, keyin ko'zimiz. Dasturxon to'lsa duo qilinar edi. Endi dasturxon to'lsa kamera yoqiladi. U yo'lga ko'rsatmasak rohatimiz yarimdek. Bizga o'rgatishgandi. Yaxshi kuningni baland aytma, yetishmay qolganlar ham bor. Qorning to'q bo'lganini maqtanma, och yotganlar ham bor. Hozir esa go'yo hamma ko'rsin deb yashayapmiz. Kimdir ko'rib, ishidan siqilsa ham